uyingizda mana shunaqa choyxona bo'lsa, bunaqa market bo'lsa, bolalar maydonchasi, avtoturargoh, orqasida musorxona. Mana sizlarga ko'rsatadiganimiz mana shu 4-etaj deydi. Bu mana shu poliklinika bo'ladi. Mana yonimizda shunda bog'cha. Bizanda mana shu. Mana shu plakat. Mana bu bog'chaning bu yoq tarafi, mana shu yerda. Da o'tganimizda boyagi bu taraf edi. Bizanda mana bu yerda. Mana shu dom. Mana. Shunda mana bu maktab bo'ladi. 262-maktab. Mana shunda havas bor, domning tagida. Bizanda. Mana shu yerda. Qanaqa uylar nalogdan ozod bo'ladi, bilasizlar? Ko'p bolalilar, nogironi borlar va pensionerlarga mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. Qancha joyga, ya'ni 60 kvadrat metrgacha bo'lgan joyga mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. Bu uyimizda 57 kvadrat, xuddi shu narsaga tushadi. Agar uylarda pensionerlar bo'lsa, nafaqaxo'rlar, shular nomiga olsanglar, bu uyimizni nalogdan, mol-mulkdan ozod bo'ladi. Mazza qilib yashaysizlar. Mana tashqarida ko'rinish, market, bu yoq bolalar maydonchasi. Bu mana musorxona. Bu yoq mana bu bog'cha. Mana orqa tarafida, shu bog'chaning orqa tarafida mana shu joy maktab bo'ladi. Mana bu poliklinika, mana maktab. Bu yoqda mana oziq-ovqat magazini, choyxona. Endi uyimizni ko'rsatamiz. Uyimiz bu yoq bitta xona, yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Kiraverish hol, prixoshka. Bu yoq vestibyuldan kirish. Bu yog'imiz bitta katta mehmonxona. Orqaga balkonga anaqasi bor. Bu yoq bitta tualet. Xo'p, vanna. Keyingimiz bitta choy ichib o'tirishga bitta joy. Bu yoq taraf oshxonamiz. Bitta bilsanglar, tokli, hammasi plitali bo'ladi. Mana bitta yomon tarafi gaz yo'q bo'lsa, bitta yaxshi tarafi svetga 50% pul to'lanadi. Hamma 100 so'm to'lasa, biz 50 so'm to'laymiz. Bu yoq taraf balkonimiz, o'tirib choy ichishga ham supa qilingan, tiye kladovka. Masalan, bankalarni saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Kladovkasi o'zi bilan. Bu yoq tarafda. Mana bu shunda dom orqasi de kalsovoy bo'ladi. Bu yoq novostroyka. Hamma yog'imiz tinch, sokin. Kvadrati 57 kvadrat, narxi 57 ming kvadratiga 1000 so'mdan. Aloqaga chiqinglar, telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Bunaqa uylar bilasizlar, uncha ko'p turmaydi, tez sotilib ketadi. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Shu Ibn Sino 4-domda shu atrofda uy qidirib yurganlarga sog' bo'lasizlar. Rahmat.